Yo, hammaga salom obunachilar. Sizlar bilan Voice Car Parking. Obunachilar, bugungi videoda biz W124 o'g'irlaymiz. Y500. Bu oddiy W124 emas, drondan ko'rsatdik. O'g'ani ko'rayotgan bo'lsangiz, bu prezidentga zakaz qilingan W124. Bu polniy zashta qilingan. Bunda qancha o'q otsa ham hech nima bo'lmaydi bunga. O'shanga bizani banda bor. O'shan bilan o'g'irlaymiz. Hozir mana ustaxonani arendaga olganmiz. Shu yerda o'tirib turamiz, ichi bo'sh babi. O'shanga mana shu yerda kutib o'tiramiz hali kechasi. Agar mana politsiyskilar ketsa, keyin biza o'g'irlashga harakat qilamiz. Ko'zim ketib qolibdi, obunachilar. Kechasi bo'pti. Hozir yaxshi politsiyskilar yo'q-ku. Drondan ham bitta qarab qo'ying. Bo'lmaydi. Yo'q, yaxshi. Qani, yaxshi yo'q. Endi sekin boramiz, chunki bu yerda bilib qolishsa yomon olib kirib ketishadi. Biz buni qora bozorda sotaveramiz W124. Eng qizig'i sentyabrga olib ketishimiz kerak buni. Chiqimda tezroq borish kerak. Ishqilib ochuv bo'lsa bo'ldi. Bizada zapas kalt qilingan. Bizlarning bandada yasatilgan. Keyin ancha video qo'yilmadi. Uzr so'rayman. Kanikul qanaqa o'tdi obunachilar? Nima bo'pti? Maktabni necha bahoga bitirdinglar? Mana o'sha. Qani. Xo'sh. Bo'laqa. Voy, cho'ti qiyroq ekan ochilish. Bo'ldi. Voy, og'zini balandligini tezroq ketish kerak. Sekin. Gaz. Qochdik. Qani chiqish. Qani. Qarasini yo'qdi. Bo'ldi, obunachilar qochdi endi. Bir bekinadigan joylarga tiqib qo'yish kerak bu mashinani. Siqatdi. Eng muhimi Mamitdan o'tish kerak emas. Ketdimi nima ishga? Bo'ldi, qochdik. Bular hozir sezishmaydi, chunki kechasi hech kim qaramaydi. Babi prezidentning mashinasini o'g'irlashga ko'pchilik duxi yetmaydi. Endi bizada bu. Ko'rasizlarmi tezligini? Bu faqat tonirovka qilinmagan, migalkalar qo'yilmagan. W124 bunaqasi faqat bitta prezidentda. Endi boshqa prezidentlar ham olishdi. Bu oxirgi bo'lib oldi. O'shanga biz olib qochamiz. Sitikini prezident o'tkitamiz. Yaxshi mashinalar bo'lsa qiynalardik. Hamma uxlayapti-da hozir. Keyin obunachilar aktiv qaytarish kerak. Shu videoga 100 ta like bilan kommentni banglatamiz. Sizlar endi kanikul ko'p video chiqarishga harakat qilaman. Bo'ldi obunachilar. Mashinani olib keldim. Mana bu yerda bizani bandani joy. Endi City2 arenaga olib turdik. O'shanga hozir endi uxlaymiz. Mana ekan bu sal yoyilyapti. Hozir uxlaymiz. Ertaga endi sekin olib chiqib ketamiz. Chunki hozir ketsa ancha xavfli bo'ladi. Chunki ular ratsiyaga berib yuborgandir, yo'qoldi deb. O'shanga
Mayli, yaxshi dam olinglar. Bo'ldi obunachilar, hammaga xayrli tong. Короче, ertalab bo'ldi. Biz hozir buni maxfiy yo'llar bilan ochilmayapti. Короче, ichkaridan ochamiz. Короче, sekretniy yo'llar bilan olib borishimiz kerak City 1ga. City 1da qora bozordan sotib olamiz. Sekin olib chiqamiz. Voy, yomon chaqmoq qotdi-yu. Tak, obunachilar, cho'ta kamera va sifatsiz devori o'ch qolaveradi. Endi reski City 1ga qochmasam bo'lmaydi. Короче, chegarada bizning tanishlar bor, banda o'sha yerdan sekin o'tib ketamiz. Riskka qochmasak, City 2da вообще тревога bo'lib ketdi. Вообще topolish yomon yirtishadi. Agar City 1ga borsak, riskka qora bozorda klientlar turibdi. Sotib olamiz. Eng qiziq, qora bozorda yomon qimmat ketadi deb o'ylayman. Qizil turadigan vaqt masosi. Cho'ta nima hech kim yo'q, mamamli. Nimadir bo'ldimi? Shuna bitta narsani tekshira olyapman obunachilar. Bo'ldi. Endi riskga qochmasak, bizani ushlab olib yirtishadi. Voy. Qotdi-yu kamera. Cho'ta qimmatroq kamera olish kerak deb o'yladim. Stressga yuribman, hech balo bo'lmaganda. City'ga endi birinchi marta kelishimda obunachilar endi. Chunki ana City 1da yuruvdim. Shu xabarni eshitib riskki bandani olib keldim. Bu bronye qilingan, o'shanga hech nima qilmaydi. Zashitni. Qotsin mamla. Tezroq chiqib ketmasam, o'sha olishni yirtishadi. Qisqalikim bor bu. O'zi W124 E500 $80,000 turadi. Endi anilmaydi. Trendda deb o'shanga buni bronye qilish, zashta qilishlar qimmat $2,000 bo'lib ketgandir. Chunki buni eshigini 5 minutdan ko'p ochib tursa, o'sha qiyshaydi. Prezident uchun 1 milliard ketmaydimi? Harakat qilaverishadi. O'shanga men buni olishni bunga klientlar bor-da. Ancha-muncha klient bor. Bunaqada chegaradan o'tosam bo'ldi. Endi chegara emas, nima derdi? Garchi postdan. Shu postdan o'tosam bo'ldi. Endi agar sizlar aktiv bo'lib turib poddeshga qilsanglar, mana shu videoga 100 ta like, kommentni ham banglatsanglar, bo'ldi ketamiz. Kommentni ham banglatsanglar bo'ldi. YouTube'ga qaytib videolarni ham bosaman. Tezroq borish kerak. Tezligini ko'rasizlar. Magistral deb bor. Bu yerda ham usha olish mumkin, lekin Короче, obunachilar, men bitta ratsiyada aytishdi, men bitta bizani bandadan bolalar turishgan ekan. To'g'ri kelishyapti.
mana shu yerda to'xtasam, men endi bemalol dam olib ketaman. Bizani bolalar haydab keturishadi. Mana kelishgan joy mana shu. Sekin to'xtayman deb bolalar kelishsa endi sentyabrga bosamiz. Qarayman, luk cho'ti qilinmaganmi deyman. Ammo qaraylar, bitta tanarovka qilib turib, migalka sirena qo'yaversa cho'tga ketadi. Bo'pti, endi kelishsin bolalar. Ana bo'ldi obunachilar, sentyabrga ham kelib oldik. Короче, bo'pti. Polni bizani banda qurgan, to'roq qurdirganmiz, o'shanga bu orqasiga qora bozor qilib qo'yganmiz. Endi bu mashinani sochish niyatim ham yo'q-da. To'xtaylik, qanaqa chiqaman? Sochish niyatim ham yo'q-da. Endi obunachilar, sizlarga savol. Bu mashinani sotib olaymi yoki olib qolaymi? Shuni kommentariyada yozib qoldiringlar. Agar olsam mana qildiramiz. Kommentariyada shuni yozib qoldiringlar. Olib qolaymi yoki sotib olaymi? Hammaga xayr, video tugadi.